Bu xatoni qilmang, 12 ta turbinasi ketib qoladi deb juda ham ko'pchilik sizga aytishadi. U narsani hammasi fake. Navoiy Koreya balonlar yetib kelgan original balonlar, chanalarga ahamiyat berib qo'yasiz. Idealni qilib past chanaldan qo'yib berganmiz. Ya'ni slinikani oxiriga taqalgan. 12 ta avtomobilga uстановканы tugatdik. Bu tomonda Gentra avtomobil, bu tomonda legendarning Cobalt avtomobili. Xo'p, bu avtomobilimizga yig'ib bergan komplektlarimizdan biri tanishtirib o'tadigan bo'lsak, обязательно mana shu motorni zo'r qilib yurg'izib beradigan Alex bloklardan foydalandik. Alex Nano chek yonmaydi, OBD kislorodga ulangan hisobiga ideal yuradi. X argan farsinglar, X reduktorlarni cho't zavod qilib, zavodga izolyatorlarni ishlab bitkazib berdik. Bu tomonda Gentra avtomobiliga Belarus balonlarini ideal holatda propan uстановкаga bermoqdamiz. Bu tomonda legendarni Cobalt avtomobili va Nexus 3 avtomobilini olib qoldik. Kimgadir shunaqa sifatli propan yoki metan xizmatlar kerak bo'lsa, keling, zapchast ko'rsatamiz. Mana originalligini 100% keltirib beramiz. Ishonch hosil qilganingiz degan uстановка boshlaymiz. Tanlovda adashmaymiz, kuzatishga davom etamiz. Kerak bo'lsa, kechqurun bo'lsa-da uстановка qilib beramiz. Obuna bo'lamiz, kuzatishga davom etib, barcha propanni va metanni sifatiga qiziqadigan akalarga bu videoni maxsus yuborib qo'yamiz.